Agar siz kuniga 5 mahal namoz o'qimasangiz, nima qilayotgan bo'lasiz? Siz aslida Allohni hurmat qilmayotgan bo'lasiz. Siz Alloh bilan bo'ladigan aloqani rad etayotgan bo'lasiz. Agar hozir kimdir sizga qo'ng'iroq qilsa, masalan, onangiz yoki otangiz, va ular sizga 1 marta, 2 marta, 3 marta qo'ng'iroq qilishsa, siz esa har safar telefonga qarab, onangiz sizga qo'ng'iroq qilayotganini, otangiz sizga qo'ng'iroq qilayotganini ko'rib turib, baribir ataylab javob bermasangiz, bu sizni qanday inson qiladi? Bu sizni yomon inson qiladi. Shunday emasmi? Chunki ota-onangiz siz uchun qadrli insonlar. Siz ulardan juda qarzdorsiz. Endi osmonlar va yerning yaratuvchisini tasavvur qiling. Siz nafas olayotgan, har bir nafasni berayotgan zotni tasavvur qiling. Sizning ruxsatingizsiz urayotgan har bir yurak urishni tasavvur qiling. Alloh bularning barchasini tanangizda siz uchun